Kam xarj, lekin juda ham mazali bo'lgan kartoshkali pirog deb nomlasak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib kartoshkasini qaynatib olamiz. Idishimizga iliq sut, iliq suv, dro'jja, tuz, shakar solib aralashtirib olamiz. So'ngra tuxum o'simlik yog'ini quyib, yana aralashtirib, unni solamiz va yumshoqqina sariyog' yoki margarin solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni ustini yopib, oshirishga olib qo'yamiz. Qaynab sovigan kartoshkaga ta'bga ko'ra tuz, sariyog', ukrop solib, yaxshilab ezib olamiz. Nachinkamiz tayyor. Sirni esa qirg'ichdan o'tkazdirib olamiz. Xamirimiz ko'tarilib tayyor bo'ldi. Stol ustiga olib, qo'limiz yordamida salgina yoyib, o'rtasiga tayyorlab olgan kartoshkani solamiz. Qirg'ichdan o'tkazdirilgan sirni solib, videoda ko'rsatilganidek qilib, xamirni yaxshilab yopib olamiz. Endi qolipga joylashtirib, qo'limiz bilan yoyib, yana videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib olamiz va ustini yopib 20 minut davomida stol ustida qoldiramiz. 20 minutdan so'ng ko'tarilib tayyor bo'lgandan so'ng ustiga tuxum surib, kunjut bilan bezab, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan pirogni ustini yaltirab chiroyli chiqishi uchun o'simlik yog'ini surib olamiz. Yumshoqqina juda ham mazali chiqadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yoqimli ishtaha.